yaqinda shu fevral oyida mijoz qo'ng'iroq qildi, menga GPP sertifikatini olib beringlar, yordam beringlar, faqat maksimal darajada tezroq, chunki meni litsenziyam 1 oyda tugaydi. 1 oy ichida GPP olib litsenziyani uzaytirishga ariza topshirishim kerak. Darhol zudlik bilan ishga kirishdik. Birinchi kuniyoq audit inspeksiyasini o'tkazdik. Ikkinchi kunidan boshlab o'sha SOP hujjatlarini ishlab chiqishni boshladik. Dorixonani hujjatlar tizimi bilan tanishib chiqishni boshladik. Shu tanishish paytida biz ularga aytdikki, provizorini malaka oshirish sertifikati o'tib ketganligini, litsenziya paytida sizga qiyinchilik tug'ilishini aytdik. Lekin bu inson bizga quloq solmabdi. Biz maksimal darajada harakat qilib, 1 haftaning ichida SOP hujjatlarini ishlab chiqdik. Remontini mijozimiz tezlashtirib, ustalarni maksimal darajada biz aytgan darajada remont qilib berishdi. 1 haftadan keyin arizani shartnomasi chiqdi. Mijozimizni baxti kulib, undan keyingi haftaga inspeksiya kuni belgilanib qoldi 1 haftaning ichida. Bu degani 2 haftada sizga уже inspeksiya kelyapti degani. Bu juda ham kamdan kam holat. Men uchun ham shaxsan bu rekord darajadagi tezlik hisoblanardi. Dorixonamiz muvaffaqiyatli inspeksiyadan o'tdi. 3 ish kunida GPP sertifikatimiz ham tayyor bo'ldi. Umumiy hisobda bizda boshlagan kunimizdan boshlab 28 kun vaqt ichida GPP sertifikatini qo'lga kiritdik.